Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli ustozlar, talabalar. Bugungi darslarımda ko'p juda spesifik emas, kengroq, umumiyroq darslar qilishga harakat qilaman va bu darslarımda sovuq atmosferik plazmani qo'llash amaliyotdagi qo'llanish sohalari va hozir aynan O'zbekistonda biz nima ishlar qilyapmiz, shularga batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Demak, 2003-2009 yillarda fizika fakultetida bakalavriat hamda magistraturada o'qiganman. Parallel ravishda issiqlik fizikasi ilmiy tekshirish institutida ilmiy faoliyatimizni boshlaganmiz. Undan keyin ion plazma lazer texnologiyalari institutida ishimizni davom ettirdik. Ko'pchilik biladi, issiqlik fizikasi ilmiy tekshirish instituti likvidatsiya bo'lib qo'shilib ketdi institutlar bilan. 2012-2013 yillarda grant yutib bir yil davomida Gollandiyaning Eindhoven texnika universitetida malaka oshirishda bo'lganman. Yana qaytib kelganman O'zbekistonga. 2015-2020 yillarda Belgiyaning Antwerpen universitetida 4 yil postdoc va 4 yil PhD, 1 yil postdoc sifatida ishlaganman. O'zbekistonga 2020 yilda qaytib kelib, irrigatsiyada materialshunoslik institutida 2022 yilda irrigatsiya qoshida fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti tashkil qilindi. O'sha yerda demak laboratoriya mudiri bo'lib, hozir esa direktor bo'lib ishlayapman. Bu qisqacha faoliyatim. Demak, plazmani fiziklar juda yaxshi biladi. Moddani birinchi holati, tabiatda issiq va sovuq plazma bor. Ko'rib turibsiz, quyosh misol uchun mana slavka plazmaga kiradi. Qutb yog'dusi bu sovuq plazmaga misol bo'la oladi. Sovuq plazmani xona temperaturasida elektrodlar orasiga katta kuchlanish berib ham hosil qilish mumkin. Demak, ko'rib turibsiz, sovuq atmosferali plazmalar nimadan tashkil topgan? Umuman olganda radikallarni kokteyli desak bo'ladi. Turli xil elektron, demak, undan tashqari vazvujoniy holatga keltirilgan molekulalar va hokazo. Demak, asosan bizda biologik obyektlar bilan ta'siri ko'rganmiz. Unda reaktiv zarralar, ya'ni kislorod va azotni faol zarralarini roli ko'proq muhim rol o'ynaydi, chunki ular o'sha biologik obyektda modifikatsiyalarni yuzaga keltiradi. Demak, hozirda men bir qisqaroq meditsinada qo'llanishiga to'xtalib o'taman. Demak, hozirda turli xil dunyoda turli xil institutlarda hamma o'zini plazma asbob uskunalarini rivojlantiryapti, lekin afsus, meditsinada qo'llashda hozirda bitta standart yo'q. Ularni plazma reaktorlarini elektrodlarini joylashuviga qarab, konfiguratsiyasiga qarab ular bir-biridan farq qiladi. Demak, dielectric barrier, discharge, plasma jet va hokazo. Plazma meditsinasi sohasi mana 1996 yillardan boshlab Amerikada o'sha bakteriyani o'ldirish bo'yicha nimalar turli xil bakteriya umuman olganda evolyutsiya bo'ladi. Turli xil antibiotiklarga rezistentlik yildan yilga kuchayib boraveradi. Plazma bilan esa turli xil bakteriyalarni bemalol tozalash mumkin, o'ldirish mumkin. Asta-sekinlik bilan plazma tibbiyoti bu surunkali yaralarni davolash ko'rdi. Misol uchun o'sha sovuq atmosferik plazma bilan surunkali yaralarni ishlov berilganda turli xil, misol uchun haftada 1-2 marta ishlov beriladi. Mana ko'rib turibsiz, surunkali yaralar ham bityapti. Asta-sekinlik bilan sovuq atmosferik plazmani raklarda qo'llash ommalashib bordi. Turli xil in vitro, ya'ni trubkada hujayralarda ko'rishganda plazma
rak hujayralarini samarali tarzda o'ldirdi. Bundan tashqari sichqon modellarida klinik tadqiqotlarda ko'rilganda ko'rib turibsiz, rakni hajmi proliferatsiyasi kamaygan. Demak, plazma normal hujayraga kam zarar berib, rak hujayrani o'ldiryapti. Mexanizm nimadan iborat? Hozirda Food and Drug Administration bunga, ya'ni Amerikada mana shularni klinik qo'llovga ruxsat beradigan tashkilot, hozircha to'liq klinik qo'llovga ruxsat bermagan, hozircha aniq molekulyar darajadagi mexanizmlar noma'lum. Nima hodisa ro'y beryapti? Rakni qanaqa qilib tanlab o'ldiryapti? Hozirda nafaqat to'g'ridan-to'g'ri plazmani qo'llash va kombinatsion usullar bilan kemoterapevtik vositalar bilan ham qo'llab sinergiya kuzatilyapti. Chunki ba'zi bir ko'krak raklari, o'pka raklari triple negativ, ya'ni 3 barobar tashqi ta'sirlarga juda rezistentligi yuqori, ularni turli xil davolash usullariga moslashtirish uchun kombinatsion usullar ham qo'llanib qurilibdi. Bu yerda boya aytib o'tganimdek, molekulyar darajadagi mexanizm qanaqa ro'y beryapti? Noma'lum. Biz o'sha mexanizmlarni imkon qadar ochib berishga harakat qilyapmiz. Demak, kompyuter modellarini tuzamiz, hujayra membranasi, turli xil oqsillarni o'rganamiz. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, DFT dan boshlab turli xil mesoscale simulationlarni bajarish mumkin. Ko'rib turibsiz, zarralar soni misol uchun aniqlik oshganda juda kam bo'ladi. DFT calculationda Schrödinger tenglamalari yechiladi. Demak, bundan biz asosan klassik Newton mexanikasiga asoslangan molekulyar dinamika metodidan foydalandik. Bunda hech qanaqa reaksiya kuzatilmaydi, lekin katta sonli zarralarni tadqiq qilish mumkin. Hujayradan transport jarayonlari, oqsil ta'siri, oqsil dori ta'siri va hokazo jarayonlarni katta aniqlik bilan mexanizmlarni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda biz nimaga e'tibor berdik? Rak hujayralarining membranasiga. Rak hujayralarining membranasi, hujayra membranasi, unda xolesterol soni kam bo'ladi. O'shaning uchun ham rakda membrana oquvchan bo'ladi hujayra. O'shaning uchun bitta joydan ikkinchi joyga tez ko'cha oladi va unda aniq shaklga ega bo'lmaydi. Biz buni modellashtirdik. Demak, hujayra membranasi murakkab tuzilgan, lekin biz oddiy lipidlardan tashkil topgan deb modelni tuzdik. Mana 128 ta lipid plazma bilan obработка qilinganda qo'yilmagan bog'i bor, qo'yilmagan bog'iga aynan radikallar kelib reaksiya bo'ladi. Biz asl membranani, rak membranasini va oksidlangan membranani hosil qilib, plazmada hosil bo'ladigan mana vodorod peroksidi, peroksil radikal, OH radikal, ularni hammasini umbrella sampling metodi bilan potensiallarni aniqladik. Ko'rib turibsiz, mana bu zarralar asosan lipidni bosh gruppasida mana bu joyda yig'ilish eng quyi potensialni ko'rsatyapti. Gidrofob qismga kirishi bilan potensial oshib boryapti, lekin oksidlangandan keyin ko'rib turibsiz, nisbatan potensial baryer kamaygan. Gidrofob zarralarga hech qanaqa juda kichkina 1-2 kilojoule per mollik nimalar bor, baryerlar bor, lekin ularni diffuziya bilan yengib o'tish mumkin. Ustiga bosib olsangiz, mana suv fazasi, likid fazasi, biz vodorod peroksidini qo'yib modellashtirganimizni ko'rib turibsiz. Rostdan ham eng quyi energiya holat bu likidni bosh qismi bo'ldi, o'sha yerda yig'ildi. Gidrofob bo'lgan azot 2 oksidini modellashtirganimizda suv fazasiga qo'yganimizda ko'rib turibsiz. Lipid bosh gruppasida kichik baryer bor, lekin uni diffuziya bilan bemalol yengib o'ta olyapti va membranani ichida ko'proq joy olyapti. Demak, obработка qilganda o'sha
plazma hosil qilgan reaktiv radikal zarralar normal hujayraga nisbatan rak hujayrasidan kesib o'tish baryeri kichkina bo'lar ekan va bir xil обработка vaqtida normal hujayraga ta'sir ko'p ko'rsatmasdan ko'proq rak hujayrasini o'ldirar ekan. Bu bitta gipotezamiz. Bundan tashqari faqat oksidlanish emas, nitratlanish effekti ham kuzatiladi. Plazma asbob uskunalarida ularda elektr maydon ham mavjud. Elektr maydon effektini hamda nitratlanish effektini biz poralar hosil bo'lish vaqtiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rgandik. Bu ishimiz fizika fakulteti magistranti Niyozaliyev Muhammadali tomonidan olib borilgan va ko'rib Journal of Physics, The Applied Physics jurnalida Q1 jurnal chop etilgan. Demak, biz bunda nitratlanish darajasi oshib borishi bilan membranada pora hosil qilish vaqti kamayib borishini kuzatdik. Bu ham bir tarafdan o'sha plazma bilan обработка berganda vaqtinchalik membranada poralar hosil bo'lib, plazma hosil qilgan radikal zarralar hujayrani ichiga ko'proq kirishi mumkin. Natijada u ko'proq doza oladida normal hujayra qolib, rak hujayrasi o'lishi mumkin. Asosiy bitta topilmalarimiz endi juda ham ko'p ish qilganmiz. Membranadan faqat ikkita qilgan ishimizni ko'rsatib o'tdim. Gidrofob zarralar nimadan bemalol hujayra membranasidan o'tishi mumkin. Gidrofil zarralarda baryer bor, lekin oksidlangandan keyin u baryer ham kamayish kuzatilgan. Demak, oqsillar ham hujayrada juda ko'p turli xil funksiyani bajaradi. Signal o'tkazishlar, bu signal o'tkazishlar deganda mana fizik nima emas, oqsillarni bir-biriga bog'lanishi, turli xil hujayrada, misol uchun hujayrani o'sish stimulyatsiya beradi, yo bo'lmasa hujayrani o'lish signalini beradi. Turli xil signal o'tishlarga sabab bo'ladi. Biz plazma meditsinasi kontekstida buni ham o'rgandik. Demak, yaponiyalik olim Takai suvda o'zi 20 xil standart aminokislota bor. O'sha aminokislotalarni 5 minut, 10 minut ishlov berganda suvda ko'rib turibsiz, fenilalanil aminokislotasi asl holati, undan keyin gidroksil radikal kelib qo'shilgan, nitratlanish kuzatilgan, ikkalovi ham nitratlanish, oksinitratlanish ham kuzatilgan. Misol uchun lysin unda positively charged nimasi bor, side chain bor. Plazma bilan обработка bo'lgandan keyin bu neutral, ya'ni al-lysinga o'zgarib qolishi kuzatilgan. Valin bu ham gidrofob aminokislota, bunda ham oksidlanish, ham nitratlanish, ham uskiloniy kombinatsiyasi kuzatilgan. Tabiiyki bu bunaqa oqsillarda modifikatsiyalar kiritilishi uni funksionalligiga ta'sir ko'rsatadi. Ko'rib turibsiz, biz ham modellashtirishda quyidagi asl holatdagi aminokislotalar va modifikatsiya bo'lgan aminokislotalarni modellashtirganmiz oqsillarda. Demak, rak hujayralarida yana bitta narsa bor, tez o'sadi, metabolik tez rivojlanishga o'zini adaptatsiya qilish uchun akvaparinlar. Akvaparin nima? Akvaparin 4 ta kanaldan tashkil topgan oqsil membranada turadi, suvni kirib chiqishini kontrol qiladi. Demak, rak tezroq rivojlanish uchun o'zini membranasida turli xil akvaparin oqsillarni ekspressiyasini kuchaytirib yuborar ekan. Demak, bir xil обработка vaqtida biz ko'rdik, bu gipoteza edi. Mana rak hujayrasida akvaparinlar soni ko'p, normal hujayrada kam. Lekin bir xil обработка qilganda normal hujayra kamroq doza oladi. Rak hujayrasi ko'proq doza oladida, unda apoptosis signaling, ya'ni hujayrani programmalashtirilgan o'lish jarayoniga o'tadi. Biz buni ham tekshirib ko'rdik. Mana membranadan boya ko'rsatib o'tganda vodorod peroksidini o'tishi, katta baryer bor, lekin akvaparindan deyarli 2 barobar ko'rib turibsiz. Baryer kichkina. O'shaning uchun ham plazma bilan обработка qilganda normal hujayraga
kichikroq doza, ya'ni yashab qolishi mumkin. Rak hujayrasiga ko'proq doza olib, rak hujayrasini o'limiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari rak rivojlanish davomida o'ziga kimyoviy terapiyasiga qarshilik ko'rsatadigan o'ziga mikromuhit yasab oladi. Asosan bu mikromuhit turli xil uzun shakarlardan, turli xil kislotalardan va oqsillardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, o'sha dorini kirib borishi qiyin bo'lib qoladi, lekin rak rivojlanaveradi. O'sha nimani yengish uchun hamkasblarimiz eksperiment qilgan. Bu eksperiment natijalari ko'rsatadiki, erta CD44 oqsili overekspressiya bo'ladi, ko'p ishlab chiqariladi rak tomonidan va hyuranik kislota bor, unga ikkalovi bog'lanadi-da, rakni bitta joydan ikkinchi joyga ko'chirib o'tkazadi. Demak, bu rakni migratsiyasida, ya'ni metastaz nimasida bosqichida juda kuchli rol o'ynaydi. Plazma bilan obработка qilgandan keyin ikkalovini ta'siri eksperimentda ta'sirlashuvi kamaygan. Demak, rak plazma bilan obработка qilingandan keyin bitta joydan ikkinchi joyga ko'chmayapti. Biz buni molekulyar darajada modellashtirib, hyuranik kislota va CD44 ni turli xil foizlarga oksidlab, CD44 ni qotirib qo'yib, hyuranik kislotaga kuch qo'yib tortganmiz. Ko'rib turibsiz, bu bog'langan holati asta-sekinlik bilan tortib olishimiz bilan orasidagi kuch kamayib borib, oxiri ikkalovi mutlaqo ta'sirlashmay qoladi. Bog'langan va uzilgan holati nisbiy bog'lanish energiyasini beradi. Ko'rib turibsiz, asl holatda ta'sirlashuv energiyasi katta, plazma bilan obработка qilgandan keyin bu ta'sirlashuv energiyasi kamayib boradi. Bu o'z navbatida plazma bilan obработка qilingandan keyin ikkalovini ta'sirlashuvi kamayapti. Demak, rakni bitta joydan ikkinchi joyga ko'chishini to'xtatadi. Bu molekulyar darajadagi mexanizmini isbotlab berganmiz eksperimentlar bilan. Demak, bu ishimiz Redox Biology jurnalida chop etilgan. Bu Redox Biology sohasida bu jurnal ikkinchi jurnal hisoblanadi. Impact faktori 10. Demak, bundan tashqari immun yaxshi ishlamasa, rak hujayralarini ko'rmay qoladi. Rak hujayralarini ko'rmay qolgandan keyin o'zi hammada rak hujayralari bor, immun to'g'ri ishlab uni topib o'ldirib turadi. Lekin rak shunaqa rivojlanadiki, sirtida turli xil immun nazorat oqsillari deydi, o'shalarning ekspressiyasi boshlanadi. Keyin nimalarni makrofag, T-cell deyiladi, o'sha nimalar immun hujayralari, ular bilan kelib ta'sirlashadi-da, ikkalovi bog'langanda, misol uchun CD44 sirp alfa oqsili bilan bog'langanda immun hujayraga rak hujayra signal beradi, meni yema, men normal hujayraman. Demak, immun uni ko'rmasdan o'tib ketaveradi. Bu yoqda rak rivojlanib ketaveradi. Bu ishni ham hamkasblarimiz bilan, eksperimentatorlar bilan ishlaganmiz. Plazma bilan obработка qilingandan keyin CD44 va sirp alfa oqsilini ta'sirlashuvi kamaygan. Bu yerda turli xil ion kuon ta'sirlari hosil bo'ladi, chunki aminokislotalarda plus, minus zaryadli aminokislotalar bor. Biz oksidlagandan keyin ko'rib turibsiz, mana bu yerda asl holatda bo'lgan ikkita ion bor, yo'q bo'lyapti. Bu ham bog'lanish energiyasiga o'z navbatida ta'sir ko'rsatadi. Molekulyar darajada o'rganganmiz, oksidlangandan keyin ko'rib turibsiz, routine derivation, ya'ni boshlang'ich holatdan nimalarni olishi simulation davomida alfa karbonlarni o'sha oksidlangandan keyin u nostabil bo'lib qolyapti. Ko'rib turibsiz. Va umumiy olib qaraganimizda bog'lanish energiyasini yana o'rgandik. Xuddi shunaqa tarzda soyabon namunalash usuli bilan sirp alfani qotirib qo'yib, CD47 dan kuch qo'yib sekin tortib olganmiz.
ko'rib turibsiz, asl holatda va oksidlangandan keyingi farq. Demak, oksidlangandan keyin CD47 sirpalqa bilan bog'lanmaydi. Natijada rak hujayralari meni yema, ya'ni don't eat me signalni bera olmaydi. Обработкаdan keyin immun yana rak hujayralari ustida faollashib, rakni topib yeb boshlagan. Bu ham xuddi rakda turli xil oqsillar ekspressiya bo'ladi, u o'zini ligandi bilan ta'sirlashib hujayrani o'lish mexanizmini bloklab qo'yadi. Ya'ni apoptosis nimasida bosqichida o'zi o'lish kerak, hujayra ma'lum bir vaqt ichida, lekin o'sha hujayrani o'limini bloklab qo'yadi. Biz bu yerda bitta MCL oqsilini ko'rganmiz va uni ligandi bilan ta'sirlash, uni bunda ham oxidation effect ko'rganmiz. Bunda ham ikkovi orasidagi ta'sir kamaygan, mana plazma bilan ishlov berilgandan keyin demak o'sha apoptosisni to'xtatadigan oqsillar yana qayta ishga tushishi mumkin. Demak, turli xil mexanizmlar aniqlandi. Oksidlangandan keyin oqsillar nestabil bo'lib qoladi, o'zini ligand reseptorlari bilan bog'lanish ehtimoli kamayadi. Ya'ni bu rak hujayralarini o'limiga olib kelishi mumkin. Turli xil mexanizmlar aniqlandi. Immun ishtirokidagi hujayra o'limi, mitokondriya ishtirokidagi hujayralar o'limi aniqlandi. Demak, bu plazma tibbiyotidagi, ya'ni plazmani rakni davolashdagi mexanizmlarni ochib berganimiz qisqacha tushuncha. Undan tashqari hozir shogirdlarimiz bilan tekstil chiqindi suvlarni ham plazma bilan обработка qilyapmiz. Ko'rib turibsiz, boshlang'ich holat. Bu misol uchun 1 minut, 2 minut, 3, 4, 5 minut обработка qilgandan keyin yarmi mana shaffof holatga kelyapti. Bunda sal konsentratsiyasi ko'proq, ko'rib turibsiz. Asta-sekin baribir uzoqroq ishlov berilsa plazma bilan tekstil chiqindi suvlarini ham tozalayapti. Lekin hozir bunda qanaqa byproduktlar hosil bo'lgan biz bilmaymiz. Bu ishimizni molekulyar darajada o'rgandik. O'sha bo'yoni olib kislorod atomi bilan urib ko'rib 100 marta simulation qilib statistika olganmiz. Qanaqa o'zgarishlar ro'y beradi. Bu ishni fakultet professori Tohir Akramov bilan qildik. Bu yil nimada Scopusda paydo bo'ldi. Ya'ni hozir faqat klassik molekulyar dinamika emas, reaktiv molekulyar dinamikani ham shogirdlarimiz o'zlashtirdi. Bu bo'yicha ham ish olib borilyapti. Demak, 2021-yilda plazma qishloq xo'jaligi bo'yicha fundamental loyiha olganman. Corona discharge plazma bilan urug'larga ishlov berganmiz. Ishlov berilgandan keyin urug'larni uyg'otyapti. Unib chiqish darajasi 60% dan 80%gacha oshib ketdi bug'doyda. Ko'rib turibsiz, mana kontrol hali to'liq unib chiqmagan. Shunaqa nimalar bor, kuchsiz tabiatdan o'zi potensiali yaxshi bo'lmaydi, ekilganda chirib ketishi mumkin. Lekin plazma bilan обработка qilgandan keyin unib chiqmaydigan bug'doylar ham unib chiqyapti. Mana farqini ko'rishingiz mumkin. O'sgandagi holati plazma bilan обработка qilingan bug'doylarning o'sishida xlorofil kontent ko'pligi kuzatildi. Analiz qildik. Ya'ni to'q, mana ko'rib turibsiz, solishingiz ham mumkin, to'q yashil. Xlorofil A va xlorofil bo'lar ekan, o'simlikda o'shani tekshirganimizda kontrolga nisbatan ko'p chiqyapti. Bu degani bulutli ob-havo kelib qolsa ham ba'zi yillarda bizda hosil yashirish 1-2 haftaga kechib ketadi. Lekin plazma bilan обработка qilinganda past quyosh intensivligida ham o'sish davom etib turibdi. Ya'ni o'z vaqtida fotosintez ketib turibdi. Mana farqlari ko'rib turibsiz. Biomassa ham katta, tez rivojlanyapti. Kasalliklarga rezistentligi oshdi. Bug'doy nimasida ham, boshog'ida ham 4 tadan 8 tagacha ko'proq bug'doy oldik. Sirdaryo, Farg'ona
o'zimizni tajriba uchastkamizda Toshkent viloyatida ko'rdik, mana ko'rib turibsiz, 9%, 12 va 24.4% hosildorlik oshdi. Buni hukumatga taklif berdik. O'sha loyihamiz bo'yicha bitta spin-off kompaniya tashkil qilish bo'yicha ularga ishlov berib, potensialni oshirish, hosildorlikni oshirish bo'yicha. Ko'rib turibsiz, endi qisqa baholangan, agar 9% oshadigan bo'lsa, o'tgan yili 9 million tonna bug'doy ishlab chiqarilgandi, yetishtirilgandi. Agar 9% oshsa, 192 million dollar foyda, agar 24% oshadigan bo'lsa, $500 milliard qishloq xo'jaligi foyda ko'rishi mumkin. Endi bizda hozir plazma apparatimiz quvvati pastroq, soatiga 80 kilo urug' obработка qilamiz. Shunday bo'lsa ham fermerlar bilan, genetiklar bilan, paxta seleksiyasi instituti bilan ishlab turibmiz. Mablag' bo'lsa, buni kattaroq nimaga industrial bosqichga olib chiqish mumkin. Paxta bilan qilgan ishlarimiz bu ravnaq sortida tekshirib ko'rgandik, hosildorlik 17.6% ga oshdi. Ko'rib turibsiz, kontrol va plazmadagi nimalar. Tomirlarida ham tomirlar soni ortgan, ya'ni tomirlar soni oshadigan bo'lsa, tuproqdan minerallarni olish nimasi darajasi yuqori bo'ladi. Mana bu 20 kun kech ekilgan paxta, lekin o'sha rivojlanish nimasi juda ham nimaga yetib olgan. Lazerda ko'rdik, 18.3% sholida hosildorlik oshdi. Bundan tashqari plazmani CO2 conversion va havodagi azotli fiksatsiyasi uchun ham foydalanish mumkin. Materialshunoslikda, qishloq xo'jaligida foydalanish nimasi juda keng plazmani. G'ofur aka bilan nasibasi kelajakda bu plazma fizik kimyosi katedra sifatida tashkil qilishni rejalashtirib turibmiz. Shogirdlarimiz birga ishlab turibdi. Asosan shogirdlarimiz mana bakalavr, magistr, PhD'lar bor. Muhammad Ali Niyozaliyev ham nimani Ulug'bek stipendiyasini, prezident stipendiyasini oldi. Bundan tashqari Singapur Milliy universitetiga PhD'ga qabul qilindi. Bu QS reytingda 8-o'rinda turadi dunyoda. Va Javohir Xursandov bakalavriatda Q1 jurnalida maqola chop etib, hozir O'zbekiston universitetida ishlayapti. Fakultet bilan kooperatsiyamiz juda zo'r darajada ketyapti. Domlalarga, mana o'zimizni o'qitgan domlalar turib, ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu plazma jet degan asbob bor. Elektrodlar orasiga u nimani ichida turadi. To'sani ichida turadi, ichida elektrod bo'ladi, orasidan havo haydaysiz. 1-2 santimetrlik plazma oqimi hosil bo'ladi. Tashqi tarafdan obработка qilasiz. Ichki raklar uchun qo'llab bo'lmaydi. Faqat tashqi raklar uchun. Tashqi. Endi uni hozir suvni plazma bilan obработка qilib, o'sha ichki raklarga ham o'sha tomonga radikallarni suv orqali yetkazish, vaksina ishlab chiqilyapti. Lekin ana buni ustida ko'p ish olishdi. Savol bu ham shu edi, mana ichki kreditkorlarga qanaqa kerakli javob berdingiz. Ikkinchi savolim mana keyin bir savol bo'ladi. Savol qilinadimada o'sha masalan rak hujayralarni o'ldirish yoki kuydirish o'ldirdagi mexanizmni sog'lomlikni o'ldiradi. Nimaga ichki mexanizm organizmlarga ustidan kerak bo'lib qoladi? Chunki mana sog'lom ham bor. Plazmaning maydoni tasavvur qiladi, to'g'rimi? Nosog'lom ham bor. Nosog'lomda masalan tomonlik temizlik effektivlik nimaga kattaroq bo'ladi? Mexanizm uchun to'g'ri. Mexanizm mana boya boshida gapirib o'tdim. Normal hujayrada 30% dan 40% gacha xolesterin bor. Xolesterin bo'lganda uni ham ko'rganmiz ishimizda. Hozir vaqt kam bo'lganligi uchun nima qilib o'tmadik. Shu savol bo'lar edi.
uni ham qo'yib qo'yganman. Hozir. Mana ko'rib turibsiz, nol xolesterol. Bu vodorod peroksidini kirishi. Vodorod peroksidi bitta katta anaqa radikal zarra hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, biz 0 dan 50% gacha xolesterolni oshirib hamkasbimiz o'rgangan buni normal hujayrada turganda baryer katta. Xolesterol hisobiga. U normalga nimaga ega bo'ladi? Bir shaklga ega bo'ladi. Rakda shakl yo'q. Unda xolesterol kam, oquvchan, turli xil shaklga ega bo'ladi. O'shaning uchun potensial baryer kam bo'lganligi uchun yonida aytganingizdek sog'lom hujayra turadi, lekin bu kamroq doza oladi. Unga ham kiradi. Lekin antioksidant sistema bu radikallarni tozalab tashlay oladi. Men bu joyda o'qiganimda so'qilmagan mayda ignani shpris orqali yuborish degan joylarni u qanaqa bo'ladi? Plazma qanaqa ichiga kerak deb qoladi. Mikronidllar deyiladi. O'shanaqa organizmning ichiga, tashqarisiga tushiradi. Elektronlarni orasiga qo'ysangiz bo'ladi. Ichkariga ichki kirit organlari ham shuni sozib boshlandi yoki lekin aniq mexanizm baribir biz mana hozirda bir 20 dan ortiq maqolamiz bor. Oqsilva membrana bilan o'rganganmiz. Turli xil gipotezalarni ochib berishga harakat qilyapmiz. Bu murakkab bo'lgani uchun bitta mexanizm ishlaydi deb aytishimiz kerak. Shu mexanizmda fotodinamikda singlet kesiladi. Bu boshqa nima? Baribir radikal ta'sir qilishi bo'ladi. Bunga tushunadi bo'lmaydi. Masalan, tashqaridan kirityapsiz buni. Radikalni tashqaridan kirityapsiz. Fotodinamikda ichkariga fotosintezda kiritib qo'yish, keyin aktivatsiya. Ikkalovi ham nima? Radikal bilan atak qiladi. Bittasi tashqaridan ichkariga kirish, bittasi ichkaridan qo'yish. Bunga ham singlet kesiladi, bu oqsilashda boshqa. To'xtat. Yetishuvchi bu o'zi plazmasida ishlatilgan plazma bu elektronlar va ionlar oqimi. U qanday hosil qilinadi? Uning energiyasi qanaqa bo'ladi? Energiyasi elektronlarning energiyasi 10,000 kelvingacha yetadi. Lekin qolgan nimalar, molekulalar, ionlar xona temperaturasida bo'ladi. O'shaning uchun uni biologik qo'llash mumkin, termal effekti yo'q. Siz buni hozir tushuntirganingiz, radikal deganingiz bu hozir darajasiga yetishmaydigan molekula. Shunaqa. Borib reaksiya radikal bo'lsa, modifikatsiya qilaveradi. Agar bunaqa kichik energiya bo'lsa, qanaqa bu ajratadi u yerda? Radikal bilan ajraladi. Boshni o'ldiradi, boshni rivojlantiradi. Raqammi? Bu yetadi. Bu modifikatsiya uni olib mass spektroskopiyada oqsillarni qanaqa modifikatsiya qilyapti, hujayra membranadagi nimalarni, lipidlarni qanaqa modifikatsiya qilib o'zgartiryapti, ular ko'rilgan. Energiya yetadi. Mana temperatura degan o'zgardi. Energiyasi qanaqa bo'ladi? Bu yerda asosan elektronlarning energiyasi desa 7 elektron bo'lsa, 10 elektron bo'lsa. Mana energiya, bog'lanish energiyasi. Katta elektronlarda 10,000 kelvingacha yetadi. Masalan, buğdayni ko'proq qabul qildik, buğday. Hosil bo'lgan buğdayni o'zini ishlatishda masalan o'zgarishlar bormi? Organizmga zararli ta'siri yo'qmi? Yaxshi savol. Buni tekshirib ko'rdik, kontentini. Oziqovilik darajasi, mana uglevod, oqsillar darajasi hammasi kontrolga nisbatan 1-1,5% ga oshgan. Hech qanaqa sitotoksik nimalar kontent topilmadi. Hozir endi shu potensial ikkinchi avlodda saqlanib qoladimi yo'qmi? O'tgan yil hosilni hozir ekkanmiz. Genetiklar bilan ishlayapmiz-da, ular aytdi, mana radikal bilan siz anaqaga ataka qilganingizda urug'ga biologik obyektlar shunaqaki, o'zini himoya mexanizmlarini yoqib yuboradi. Antioksidant oqsillarning proliferatsiyasi oshganligi kuzatilgan, lekin hozirgacha genetik o'zgarishlar qiladimi yo'qmi bu o'rganilmagan. Hozir biz genetiklar bilan loyiha topshirganmiz. Ikkinchi. Buni o'stirib ko'rmoqchimiz. Ko'rmoqchimiz.
shu potensial saqlab qoladimi yo'q? Chunki bir marta stress berganingizda urug'da u butun imkoniyatini bir avlodda saqlab, ikkinchisida yo'qotib qo'yish mumkin. Hosildorlik ikkinchi avlodga tushib ketishi mumkin. Shu narsa qanday o'zgaradi? Uni tekshirib ko'rishimiz kerak. Farhod,